Ey Xudoyim, meni sharmanda qilma. Uyimgacha yetib olsam bo'lgani. Tez yordam chaqiringlar. Tez yordamga qo'ng'iroq qilinglar, tez. Dam olganni qo'yasizmi, yo'qmi? Jonimga ham tegdingiz telefon qilaverib. Yodgor aka, jinniroqmisiz? Qayerdasiz? Bugun meni restoranga taklif qilgan edingiz-ku? Ha, esim qursin. Sal demasa yodimdan ko'tarilay debdi. Azizam, hoziroq uchib yetib boraman. Ey, to'xtang. Meni sizga aytadigan zarur gapim bor, jonim. Qani meni hayotim nima demoqchi ekan? Yo'q, kelsangiz aytaman. Unda meni ham senga zarur gapim va sovg'am bor. Nima gap ekan? Qanaqa sovg'a? Unda tezroq keling. Men sizni har doimgi joyimizda kutaman. Albatta asalim. Hozir seni yoningga shamoldek uchib boraman. Meni kut. Yana nima deysiz, ona? Qiziqsiz-e? Sizdan boshqa ishim yo'qmi meni? O'zingizni bosing. Siz shu telefon egasining o'g'illarimisiz? Ha, o'g'illariman. Siz kimsiz? Yoki onam telefonlarini yo'qotib qo'yibdilarmi? Oxirgi marta siz bilan gaplashgan ekanlar. O'g'illari ekansiz. Shunga shahar shifoxonasiga tez yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Onamga nima bo'ldi? Shifoxonaga nima qiladilar? Onam bozorda edilar-ku. Hoziroq yetib boraman.